Assalomu alaykum qo'shnilar, makler ko'rolmanlar. Kesbiyatdan zo'r lokatsiyadan birinchi etaj 3 xonali joyimiz sotuvga qo'yilib atir. Turgan yerimiz Gagarin ko'chi, ana Lenin ko'chi, 12-sadik bor. Shangaroq poliklinikaning tap oldida joylashgan. Maktab, sadik bari yaqin. Hamma yerga поворотқа chiqaman desangiz ham 5 minutda piyoda chiqsangiz bo'ladi. Laylakcha sadik. Mana birinchi dom, so'ng arqa domida, ikkinchi domda, ikkinchi podyezdda. Осы 3 xonali uyimiz sotuvga qo'yilib atir. Mana жаңағы Shangaroq poliklinikadan to'g'ri kelganingizda ikkinchi podyezd, birinchi etaj 3 xonali uy. 3 xonali uy izlab yurganlar bo'lsa, so'larga jiberib, bir dana like bosamiz. Al podyezdga keladigan bo'lsak, podyezd taptaza o'ng жағымыздағы uyimiz sotuvga qo'yilib atir. Temir eshiklari de solingan. Bu uyda bismillahirrohmanirrohim. Bu uyga keladigan bo'lsak, 1 yildan beri adam turmagan. Endi Xudo qalasa sotib olib, remontlab olsangiz zo'r imorat bo'ladi. Sentrdan zo'r lokatsiyadan joy izlaganlarga jiberib bir dana like bosamiz. Bu joyimizga keladigan bo'lsak, mana bu ota-onalar yotoqxonasi shunday remontlari o'rtacha holda. Bu joyimizda bo'lsa, balalarimizning yotoqxonasi ikkinchi bo'lmasi. 3 xonali uy izlaganlar bo'lsa, обязательно solarga jibering. Remontini o'zim isteb olaman deganlarga. Bu joy bo'lsa mehmonxonasi. Mehmonxonasining ishinde ko'rdingiz shunday. Mына yerlerini jaup, remontlab, mына eshikni jausangiz, mehmonxona, ulkan mehmonxona bo'ladi. Bu tarafı bo'lsa mene balkon. Balkonda da ko'rdingiz shunday ajoyib. Keng balkonlarda, xonalarda 3 xonali, 3 xona. Bu tarafimiz bo'lsa mene asxonasi. Asxonasining ishinde biroq burungi remontdan turibdi. Hozirgi zamonaviy qilib remontlab olsangiz, ko'lingdagidek qilib zo'r. Bahasi da 300 million. Aytaman ham qaytaman degan yeri bor. Kotelxonasi usul yerda, hojatxonasi, vannalari bor, aristollari hamma zati bor. 100% zati qoladi ishinde, ko'zingizga tushganning bari qoladi. Bir dana like bosib, kommentariyaga kelsak, savdosin bersin deb ketamiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling deb qolamiz.